4800 ta tolani bir-biriga biriktirib shu holatda olib kelinadi. Demak, buni asosini tosh tashkil qiladi. Bazalt toshi. Shunday. Plastmassaga o'xshab ketadimi bu qorishma? Bu plastmassa emas. Tandirdan chiqqan issiqning armatura. 15-20 metr oralig'ida mahsulot 0 dan tortib 100 gacha, ya'ni tayyor holatga kelyapti. To'qish jarayonida nechta ishchi talab qiladi? Bir kishi. Bir kishi. Mana shunaqa holat qulaymi yoki rulon holat qulaymi yetkazib berishda? Astashkaga lekin setga qo'ymasa ham bo'ladi-ku. Kirishini tushadi-ku. Bizlar mahsulotimiz ko'p o'tkazmaydi. Menga endi qancha ko'p bo'lsa shuncha qulay. Yo'q, mana bozorda temir armatura 200 metr 8 ga olsangiz, nechta odam bilan boradi? Ancha odam bilan borish kerak bo'lsa kerak. Buni bir o'zim tepaga ko'tarib chiqib ketaman. Tomoshabinlar tomonidan, asosan quruvchilar tomonidan bazal kompozit armaturalari, bazal kompozit setkalari haqida ko'plab savollar tushadi. Ya'ni bu mahsulotni ishlanish jarayoni, ishlab chiqarish jarayoni qanaqa? Uni asosini nima tashkil qiladi? Umuman shunaqa qiziqarli bo'lgan ma'lumotlar nafaqat biz uchun, balki tomoshabinlar, quruvchilar uchun juda muhim va qiziq. Bugun keling shu ikkita mahsulotni 0 dan boshlab 100 gacha qanaqa jarayonlardan, qanaqa bosqichlardan o'tadi va asosini nima tashkil qiladi, bir suhbat qilsak. Tushunarli. Nimadan boshlaymiz? Ya'ni bu holat nima? Bu kompozitniy tola. O'sha kompozit toshdan o'sha 1,5 gradusda qizdirib, har bir tola. Bu o'sha hozir 4800 tola turibdi. Bu 4800 ta tola olishi 4800 ta tolani bir-biriga biriktirib shu holatda olib kelinadi. Bizda mana qilayotganimiz. Bizga qaysi mahsulot kerak, qaysi diametr kerak, qanaqa yachaykada kerak. O'shanga qarab ip soniga qarab qo'yiladi. Har bir diametr. O'sha 4 dan boshlab 10 gacha bo'ladimi? Qaysi sohada bo'ladigan bo'lsa, har biriga o'zining anaqasi bor, normalari bor. O'shaga qarab chiqiladi. Keyin saqlanadi, ipni sal namliga bo'ladigan sushilkamiz. Qarang, shu o'rinda bitta savol. Bu tola stikla kompozit armatura bo'ladimi, stikla kompozit setka bo'ladimi? Hammasiga bir xil razmer, bir xil o'lchamdagi tola bo'ladimi yo buni ham nimalari bor, normalari bormi? Tolalarimiz har xil bo'ladi. 1200 dan boshlab 9600 gacha. 1200, 2400, 4800, 7200, 9600 dan har bittasini o'zining anaqasi bor. Ishlab chiqarish jarayoni bor. Tushunarli. Qaysi diametr kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'lchamga qarab ip soni qo'yiladi. Demak, buni asosini tosh tashkil qiladi. Bazalt toshi. Shunday. Keyingi jarayon nima bu? Taraldi, saqlandi. Keyin kompozit. Epoksitni smola. 3 xil o'zi komplekt bor. O'shanda 3 xil aralashma tayyorlanib solinadi. U nima vazifani bajaradi? 3 xil kompozit aralashma uni pishiqligini o'sha mustahkamligini ushlab berish uchun. Ko'pchilik savol beradi-ku, bu sizlar plastmassa deydi yoki boshqa deydi, shunga o'xshash, ha? Ya'ni plastmassaga o'xshab ketadimi bu qorishma? Yo'q, bu plastmassa emas. Odamlarda shunaqa narsa bor, yengil. Yengil narsa, hozir yoqda yana ko'rsatamizga, bundan chiqqan mahsulot yengil bo'lganligi uchun odamlar ushlab ko'radi, bu plastmassa-ku deydi. Keyingi jarayonimiz. Shunday ko'rdik. Keyin bu yerda to'quv jarayoni. Bizga qaysi o'rdamdagi anaqa kerak? Shu o'lchamni tayyorlab olamiz. O'zi yo'l yo'rig'i bor. Har bitta aralig'ida ham ko'rsangiz 5 likdan 25 gacha aralig'. O'shanga qaysi zakaz tushadigan bo'lsa, o'shanga qarab qo'yiladi. 5 lik bo'lsa 5 lik, 10 lik bo'lsa 10 lik, 15 lik bo'lsa saqlanadi va chiqiladi, mashina holatga keltiradi. Bu o'zi setkalarning razmeri nechidan nechigacha bo'ladi? Yachaykasimi? Yo'q, endi misol uchun armaturani bilamiz, 6 lik armatura, 8 lik, 10 lik deyiladi-ku. Setkaning razmerlari o'zi qanaqa bo'ladi standart bo'lishi? 2 dan 6 gacha. 2 diametrdan 6 diametrgacha. Yachaykasi esa 5 ga 5, 50 ga 50, 100 ga 100, 150 ga 150, 200 ga 200. Mana o'miz mana 200 ga 200 diametrda. 6 lik diametr, 200 ga 200 diametrda. Demak, bular taklifga, talabga qarab chiqarilaveradi. Agar 6 dan yuqori bo'lsa, o'sha armatura bo'lib ketadi. Shunday. Tushunarli. Bu yer demak to'qish jarayoni. To'qish jarayoni. Undan keyin mana pechkamiz, pishish jarayoni. Mahsulot qizdirilyapti, pishirilyapti bu yerda. O'zi mana tayyor mahsulot. Kamera yaqinroq olib keling. Tandirdan chiqqan issiqning armatura. İşte. Bu tortib anaqa qilib beryapti. Keyin mana zakazlarimiz har xil. Xohlang sizga qanaqa kerak? Metrda kerak yo kladishni kerak. Har xil razmerda qilib beramiz. O'zi bu asosan qanaqa bo'ladi? Zakazlar qanaqada tushadi? Metrda tushadimi yoki kiloga tushadimi, kubga tushadimi? Qanaqa bo'ladi? Kvadratga tushadi. Kvadratga tushadi. Metr kvadratga tushadi. Mana tayyor 100 kvadrat.
100 kvadrat setka, oltilik. 20 tayyor mahsulot. Demak, mana hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, 15-20 metr oralig'ida mahsulot 0 dan tortib 100 gacha, ya'ni tayyor holatga kelyapti. Unchalik qiyin emas ekan jarayon. Mana shu jarayonda, ya'ni 20 metrlik nimada to'qish jarayonida nechta ishchi talab qiladi? Bir kishi. Bir kishi. Ikki taxlaydi. Bu o'zi avtomatik o'rab turadi. Taxlaydi, ana qiladi. O'sha 100 metr bo'lganda o'zi signal beradi. 100 metr bo'ldi, buni qadaqlab ol degan narsani beradi. Avtomatik hamma narsa. Tushunarli. Demak, hozir setka ishlab chiqarish jarayoni qisqacha mana shundan iborat. Endi qaysi yo'nalishga o'tamiz? Buni ko'rdik. Naryoqda kladishni chekamiz ham bor. Buni mana bu rulonda kesilgan varianti. Bo'ldi. Bu ham xuddi shuni ikkinchi varianti. Shunday. Qisqacha tushuntirib bersangiz. To'qilish jarayonlari bir xil. Tolalar kelishi bir xil. Faqat buniki kasseta va rulonga ajratishimiz shu. Mana ip, boyaga aytgan ipimiz qo'yildi. Ximikatlarimiz solindi. Buni ichida nima bajarilyapti? Mana shuni ichida. Sushilka. Ipni sal namligi bo'lishi mumkin, turgan joyida o'ziga sal nam olishi mumkin. O'shani bu quritib berish uchun. Sushilka. Ana ximikatimizni yaxshi olish uchun. Tushundim. O'ziga singdirish uchun yaxshi. Shunday. U jarayon bilan bu jarayonni farqli tomoni nimada? Asosiy farqli tomoni. Xo'p, buni bildik. Ingichka tola ekan bu, ya'ni to'rlik ekan, to'g'rimi? Bundan tashqari yana nima farqli tomoni bor? Nima talab qiladi mehnat? Boshqa talab qiladigan narsa yo'q, faqat qo'l mehnati. Ozgina aql. Demak, unda bitta ishchi kuchi, bunda ikkita ishchi. Shunday. Tushunarli. Bu oddiy pechka. Bunda hech mukammallik degan narsa yo'q. Pechka graduslar qo'yiladi. O'sha 200 dan 250 gacha, 300 gacha. Bu pishirib, anaqa mustahkamlikni oshirib berish uchun. O'zi normada hozir necha gradusda chiqyapti? 300 minus 300. 380 300 gradusda chiqadi. Tushunarli. Mana mahsulotimiz chiqdi. Qo'yanda issiqni garantiya mana tortib beryapti. Mana o'lchamiga qo'yiladi. Tak zakaz qanaqa? 4 metr, 3 metr, 2 metr. Sizga qaysi variantda qulay? Demak, bu ham mijozlarni talabiga, taklifiga qarab har xil o'lchamda chiqarib kesib beraverasizlar. Shunday. Bu mana hozir 4 metr chiqyapti. Kesib, tayyor qilib beramiz. Yuklab olib borib o'zlari shuni ishlatsa bo'ldi. Endi shu o'rinda bitta savol. Mijozlarga yetkazib berish uchun, ya'ni logistika masalasida mana shunaqa holat qulaymi yoki rulon holati qulaymi yetkazib berishda? Yetkazib berishimizda bizlarga rulon holatida qulay. Ishchi kuchimiz kamroq. Ularga ham shunday kasseta rulon bo'ladigan bo'lsa, rulon yo'l yuboradi. Necha metrda? 50 metr kvadrat kerakmi? 100 kvadrat kerakmi? Qancha kvadrat kerak sizga? O'shani kesib oladi bo'ldi. Bolgarkada kesaveradi. Shunday. Bu 4 kvadratda bo'ladigan bo'lsa, bittalab qo'yib chiqish kerak. Demak, yetkazib berish masalasida rulon bilan qilingani qulayroq bo'ladi. Bizlarga o'sha qulay anaqasi yo'q, og'ir yengilligi yo'q. Bu o'sha odgruskaga ortayotgan joyimizda, mashina ortayotgan joyimizda bu yengilligi. Eng qulay vaziyat shu. Hozir endi mana Rivar O'zbekiston kompaniyasi faqat ichki bozor uchun ishlayaptimi yoki chet davlatlarga eksport ham bo'lyaptimi mahsulotlar? Chetdan ham bor, talablar bor. Ancha talablarimiz bor. Lekin aniq ayta olmaysiz. Yo'q. Aniq ayta olmaysiz. Shu o'rinda yana bir savol, bu asosan tomoshabinlar tomonidan tushadi. Mahsulotni o'zi qurilishni qaysi qismlarida ishlatadi? Bazal, kompozit, armaturani. Основной stashkaga ishlaydigan setkalarimiz stashkaga zo'r. Faqat stashka uchun. Stashka uchun hozircha zo'r. Stashkaga lekin setka qo'ymasa ham bo'ladi-ku. Trishina tushadi-ku. Yoriq tushadi. Yoriq tushadi. Bu yoriqlik tushmasligi uchun mustahkamlikni oshiradi. Tosh bilan, mana oddiy olinyapti tosh. Tosh bilan toshni bir-biridan ajratib bo'ladimi? Yo'q. Mana oddiy misol temir armaturalarimiz qo'yiladi. Xo'p, mana setkalarimiz qo'yiladi. Qachondir bir kun u korroziyaga uchrab buziladi deydigan joyi bor. To'g'rimi? Qachondir, masalan, 10 yildan keyin, 15 yildan keyin, 20 yildan keyin, 50 yildan keyin temirlarimiz buziladi. To'g'rimi? O'sha qachondir agar buzmoqchi bo'lasiz. Shunday buzing. Temirni ichidan yaxlit sug'urib olasiz. Bu hamma ham ko'rgan anaqa. Buni ajratib bo'lmaydi. Chunki u temir mana bu beton bilan o'zi tosh bir-biriga aralashib ketadi. Buzmoqchi bo'lsangiz o'zi bilan bor naq yig'ib chiqadi. Yaxlit o'zini sug'urib ola olmaysiz. Mustahkamligi shunday. Demak, temir armaturani sug'urib olganda ham zanglagan holatda, ya'ni ishlatishga yaroqsiz holatda olasiz. Shunday. Tushunarli. Demak, bitta misol bilan solishtiraylik. Temir setkalari bilan bazal setkalarining farqi nimada bo'lyapti shunda? Eng birinchi qulayligi u zanglashida.
Zanglashi va zanglamasligida. Tok o'tkazishi bizning mahsulotimiz tok o'tkazmaydi. Umuman tok o'tkazmaydi. Tok o'tkazmasligida. Tushunarli. Bu qaysidir bizdaniga kirgan bo'lsangiz, nam holatda bo'lsa, bitta tok ochiq turgan bo'lsa, temir chiqib turgan bo'lsa, o'tkazadi-ku. Bizning mahsulotimiz umuman tok o'tkazmaydi. Eng birinchi afzalligi va ustunligi ham shunda. Ha. Qurilish jarayonida buni yengilligi. Ustalarga masalan 1 tonna armaturani tepaga olib chiqib qayerda-yu 10 kilo 15 kilo narsani ko'tarib yaqin ko'tarib chiqib ketish qanday? Tushunarli. Demak, bazal kompozit setkalarining bugungi kundagi ishlatilish jarayoni va ishlab chiqarish jarayonlari haqidagi qisqacha ma'lumotlar mana shulardan iborat. Biz keyingi bosqichga o'tamiz. Bu armatura liniyalarimiz. Boya ko'rganlar setka liniya, bu armatura liniya. Armatura liniyada boyagiday iplar saqlami, soni sifatli. Har bir masalan 4 lik armaturadan 32 lik armaturaga bo'ladigan bo'lsa, har birining o'zini norma va talablari bor-da. 4 likka nechta ketadi, 7 likka nechta ketadi. Stillarga shu qatori saqlanadi va o'sha boyagi 3 xil kompozit aralashmamiz solinadi va ustiga shagi o'ralib, ribros o'ralib, pechkaga kirib ketadi. Pechkaga kirish ko'raylik. Pechkamizga kirdi mahsulotimiz. Pechkamizda ham 4 xil mahsulot anaqa bor. Gradus 200, 220, 260, 300. Keyin mana sizga mana pechkamizdan tayyor mahsulot bo'lib pishdi. Bu sovutilyapti. Ha, Sovutilish jarayoni. 300 gradusda mahsulot chiqib kelyapti-da, sovutilyapti. Sovutilyapti va mana bu metrajimiz va tortib beryapti va tayyor qaboq holatga. Mana nima bu? Bu endi suv ushlab qolish uchun-da. Ha, namlikni ushlab qolish uchun. Tortib beryapti va mana tayyor o'lcham. Bu ham o'sha avtomatik. Buchi mana Bu diagnoz deyiladi. Tortib berish uchun mahsulotni ha, u yoq tortib beryapti. Ha. Sizga necha metrda qulay? Zakaz. Menga endi qancha ko'p bo'lsa shuncha qulay. Yo'q, mana 100 metr, 150 metr, 50 metr yo bo'lmasa 12 diametrdan 14 diametrdan yuqorisi 11.70 ta. Atrezdoymiz. Ular sizga xohlagan razmeringizni kesib beradi. Demak, buni ham kompyuterga qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. 100 metr bo'lsa 100 metrda kesib beradi. 4 metrdan 12 metrimizgacha bu rulon holatida. Tayyor rulon holatiga. 4 diametrdan 12 diametrgacha. 14 diametrdan yuqorisi hammasi 11.70. 11.70. Standart bo'yicha, ha. Standart. Uni o'rashda imkoniyati yo'q. Nima uchun? Qalinda chunki. Qalin, ha. Uni dumaloqqa bo'lmaydi. Chunki bunday sal qayrilishi mumkin, uni lekin anaqa bo'lmaydi. Buni ham bunday rulon holatida bo'ldi, bu holatda qolib ketdi emas. Buni yoyib yuborasiz, tekis bo'ladi. Endi shu o'rinda bitta narsa, misol uchun temir armaturaga ustiga og'ir yuk tushsa, temir armatura bukiladi-da, keyin holatiga kelmaydi. To'g'rimi? Bu misol uchun yuk tushadi. O'zini cho'ziladi, ya'ni nima qiladi? Egiladi, keyin yana holatiga kelaveradi. Shunday. Shu tomoni ham qulay ekanda. Demak, mana shu jarayongacha bo'ldi, armatura chiqib bo'ldi. Mana bu 8 lik armaturamiz. 8 lik armatura. 200 metr. 200 metr. Bozorda temir armatura 200 metr 8 lik olsangiz, nechta odam bilan borasiz? Ancha odam bilan borish kerak bo'lsa kerak. Buni bir o'zim tepaga ko'tarib chiqib ketaman. Aynan mana shu jihat nafaqat logistika, balki qurilishda ishchilar xizmatini osonlashtiradi. Shunday. Yengilligi eng asosiy anaqamiz. Ustunligimizda. Ha, ustunligimiz. Tushunarli. Demak, bugun biz Ribar O'zbekiston zavodidagi qisqacha obzorlarimiz, qisqacha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar sizda qo'shimcha savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariya qismida bemalol berishingiz mumkin.